Har qanday mo'riga albatta filtr o'rnatilishi shart, chunki ko'mir yoqiladimi, o'tin yoqiladimi, undan tutun bilan zaharli gazlar, ya'ni PM2.5 disperz zarrachalari hamda is gazlari ajralib chiqadi va bu atrof muhitni birinchi galda havoni ifloslanishiga katta ta'sir ko'rsatadi. 1957-yilda Londonda juda ham katta bir fojia sodir bo'lgan edi, ya'ni havoni birdan sovib ketishi natijasida hamma aholi ham, maktablar ham, boshqa muassasalar ham, zavod fabrikalar ham isish uchun va ishlab chiqarishni davom ettirish uchun ko'mir yoqib boshlashdi va buning natijasida juda ham katta bir quyuq tuman hosil bo'lib, tutundan quyuq tuman hosil bo'lib, bir haftaning ichida 250 tadan ortiq odam aynan bo'g'ilib o'lgan. Shundan xulosa chiqargan holda hozir rivojlangan mamlakatlarning juda ham ko'pchiligida odamlarni uyini mo'risiga ham ta'lim muassasasi bo'ladimi, boshqa ishlab chiqarish tashkiloti bo'ladimi, mo'rilariga filtrlar o'rnatilgan. Filtrlar 3 xil bo'ladi. Bularni birinchisi katta zarralarni ushlab qoladigan filtrlar, ikkinchisi elektr filtrlar hozir juda ham rivojlangan va mayda disperz zarrachalarni ushlab qoladigan filtrlar ham chiqqan. Buni butun rivojlangan mamlakatlar qo'llayapti. O'zbekistonda ham buni qo'llash shart deb o'ylayman. Faqatgina ta'lim muassasalari emas, balki odamlarning uyiga ham mo'rilariga filtr o'rnatish kerak.